Bugun 3-iyun sanasida yana bir mehribon onajonimizni tavallud topgan kunni nishonlagan yetib kelganmiz. Dekoratsiya, salyutlar, xullas hamma yoq tayyor. Onajonimizni xursand qilamiz. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bugun kuydirgi farzandingiz nomidan chiroyli bir tabrigimiz bor. Qabul qilasiz. Sizni yaxshi ko'ramiz onajon. Men ulg'ayib, siz esa so'lib, yuribmanda shon shuhratga to'lib, o'zimcha sal katta bo'lib, ona sizga vaqt topolmadim. Yarim tunda ko'zingizda yosh, yo'l kutasiz tosa to'lash. Men bir nokas, men bir bag'ri tosh, ona sizga vaqt topolmadim. Ham shirin so'zligim. Assalomu alaykum. Ota-ona bu dunyodagi eng ulug' inson hisoblanadi. Otasi borlar, onasi borlar bu dunyodagi eng baxtli insonlar. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam loyihasi davom etar ekan, bugun biz tumanimizning nufuzli bir oilalaridan birida mehribon onajonimizni xursandchilik kunlariga yetib kelganmiz. Tashrif buyurgan hamma mehmonlarga xush kelibsizlar deymiz. Lolaxon onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ojona baxtli kunlar muborak bo'lsin. Hasanboy tog'amiz bilan birgalikda ko'p yillar farzandlarning rohatlarini ko'rib yurish sizga nasib qilsin. Dunyodagi eng ezgu tilaklarni sizga bildirmoqchimiz. Biz farzandlaringiz nomidan, yaqinlaringiz nomidan kichkinagina bir tabrik so'zlar bor. Mana shu tabrik so'zlarni o'qib bermoqchiman. Shuni qabul qilasiz. Hozirgi o'qiladigan tabriklarimiz farzandlaringiz tilidan aytilgan so'zlar. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan mehribon otajonim, mehribon onajonim. Men ota-onamni juda kuydirdim. Eng cho'xi bo'lganman. Shuncha erkaligimni, shuncha qaysarligimni ko'targan mehribon onam. Ota-ona shunaqangi mehribon zotki, hamma farzandlarini birdek ko'radi. Jonim otam, mehribonim, chiroyligim onajonim. Ilohim meni baxtimga, barcha farzandlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon ota-onasizlar. Ota-onamiz bizga ota-ona nima qilish kerak bo'lsa, barchasini ziyodasi bilan amalga oshirgan. Onajon, bugungi tavallud topgan kuningiz bilan yana bir bora chin qalbimdan tabriklayman. Sizni yaxshi ko'ruvchi farzandingiz Karimaxon va barcha farzandlaringiz nomidan, yaqinlaringiz nomidan tabriklaymiz. Qarsakanglar bo'lsin. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qachon aytmagan gaplarimni aytdim. Shuncha qilganlarimni kechiring onajon. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bizni vaqtimizga doimo sog' bo'ling. Dadajon sizga ko'p rahmat. Sizga ota-onalarim borligidan faxrlandim. Chiroyli tarbiyalar, Odam shu gap aytganda yuragi mazza qiladi. Dadajon, ayajon sizni yaxshi ko'raman deganda. Marhamat, bugun shunaqa imkoniyat bor farzandlar kelib. Endi ba'zida aytgani xijolat bo'lamiz, tortinamiz, lekin bugun imkoniyat bor, marhamat. O'rtalarda Menga yig'ilgan aziz mehmonlar, onajonimni shukrona kunlari bilan tabriklayman. Onajon sizga qilganlar hammani yaxshi niyatlar. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Dadajon, sizni ham juda yaxshi ko'raman.
Endi baxtimizga umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Eng yaxshi kunlarimizda, do'ralarimizda o'tirish nasib qilsin. Hammalaringga xush kelsin. Rahmat. Kim bor yana? Onajonimni shukrona kuni bilan tabriklayman. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Dadajonim bilan har doim birgalikda biz kelsak kutib olinsin. Ko'rib biz mazza qilaylik, xursand bo'laylik. Dadam ayam bizni borlig'imiz. Balandroq qarsak chiqaling. Hech qachon kasal bo'lishmaydi. Umrlari uzoq bo'lsin. Kelganlaringga rahmat aytaman. To'ylarda, yaxshi kunlarda yig'ilishlik nasib qilsin. Endi sizdan ham chiroyli gullarni berdingiz, lekin sizdan ham ikki og'zim eshitaylik. Marhamat. Ushlab turaveram agar nima bo'lsa. Assalomu alaykum, kelinglar mehmonlar. Mana shu oilamni, bolalarimni umrlari uzoq bo'lsin. Bola chaqalarini, nevaralarini doim billalikda billa bo'laylik. Umr uzoq bo'lsin. Endi ota-onadan so'raladigan eng yaxshi gapni so'rayman. Mazza qilib eshitasizlar. Farzandlardan rozimisiz? Roziman. Hammasini umri uzoq bo'lsin. Bari saodati bo'lsin. Doim billa bo'laylik. Qarsagilar bo'lsin. Men shu fursatdan foydalanib, mana shu men ikkita ukam bor. Men shu ikkala ukam bilan faxrlanaman. Har doim xafa qilgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Meni baxtimga doimo sog' bo'lsalaring bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Ikki ukam umrlari uzoq bo'lsin. Topganlarini makiniyat bo'lsa, niyatiga yetsin. Bolalarini orzu havasini ko'rsin. Ikki ukam bilan faxrlanganman, bundan keyin ham faxrlanib yuraman. Mana bu katta bir jasorat. Onajon, bayramingiz muborak bo'lsin. Yoningizda ko'zingizda oq qorasi bo'lgan farzandlaringiz. Farzandlaringizdan ham shirin bo'lgan nabiralaringiz turishibdi. Taassurotlar qanaqa bo'ldi? Kayfiyat ko'tarildimi? Avvalambor bizning xonadonimizga hammalaringiz kelibsizlar deyman. Qo'llarim ko'ksinda, boshim yerga yetguncha sizlar uchun ta'zimdaman. Yaratgan egam menga shunday juft halol berganligi uchun Alloh rozi bo'lsin. Allohdan behisob shukronalarim bo'lsin. Mana shu xo'jayinim darkasidan Allohim menga shuncha farzandlar ato qildi, o'g'il qizlar berdi. Allohimga behisob shukr. Mana shu farzandlarim darkasidan chiroyli qilib shuncha nabiralarni berdi. Allohga shukr. Allohimga shukr. Hammalar ahli solih bo'lsin, bir-biriga mehr oqibatli bo'lsin. Umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Shunday kunlarimda bakar kelib, bagardon bo'lib, meni onalik burchimni ado qilishyapti. Men bulardan mingdan ming roziman. Turpoq o'shasi oltin bo'lsin, ilohim. Oltin boshlari omon bo'lsin. Hammalari qo'shgani bilan qo'sha qarisin. O'g'il qizlari ko'p bo'lib, xonadonlari obod bo'lsin. Hamisha Allohim o'zini hifz himoyatida olib yursin. Topganlari to'ylarga, yaxshilik kunlarga, farzandlari, ota-onalari bilan, bosh egalari bilan o'zini hifz himoyatda Allohimning oldiga borib, amallarni bajarishda men bularga tilakdoshman. Ilohim. Oila a'zolarim bilan, mana shu farzand nabiralarim bilan Allohim hammalarimizni qo'llarimizda Qur'on, dillarimizda iymon, tillarimizda zikr, boshlarini 5 vaqt sajdada qilib Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga hamisha zikr aytuvchi, Allohni yoddan chiqarmaguvchi, to'g'ri yo'ldan, to'g'ri so'zdan yurguvchi farzandlar, nabiralar bo'lib, elimiz, xalqimiz, yurtimizga, qo'ni qo'shnilarimga foydasi tegadigan farzandlar bo'lsin. Allohdan men shuni so'rayman. Ilohim. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurt elimiz tinch bo'lsin. Sizlar kelganlaring uchun mingdan ming roziman. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu qilgan ishlaring xayrli, muborakli, barakotli bo'lib, saxiy boylarning qatorida, ehson qilguvchi bandalarning qatorida bo'linglar, ilohim. Tanjonlaring sog' bo'lsin, omadlaringni bersin, rahmat bolajonlarim. Salomat bo'ling. Mazza qildik tilaklarni eshitib. Sizdan ham o'sha so'ralaydigan o'sha savollar, farzandlardan rozimisiz? Allohimga behisob shukr. Men hamma o'g'il qizlarimdan, nabiralarimdan, qo'ni qo'shnimdan hammasidan roziman.
Alloh rozi bo'lsin. Roziman. Alloh rozi bo'lsin ilohim. Endi Hammalarini topib- farzand Kuyovlarim qulluq bo'lsin deyin. Ha. Kuyov ko'rishyapti. ye qulluq bo'lsin, to'yga aytasiz. Xudo xohlasa. O'zim boshlovchilik qilib beraman. Xudo xohlasa. Bir qo'shiq aytayin, sevinib o'ynang, davr siznikiye berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda oy, farzand siznikiye kerilib o'ynang. Boshingizga yoqsin Tangrim savobi, yetti osmonga ham yetsin navosi. O'zgarib ketsin ey obi havosi, bir kelib dunyoga shodlanib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang, yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang, farzand sizniki kerilib o'ynang. Oyingizda jannat yastanar onam, yuragi tilloyim ustuzar onam. Oyingizda jannat yastanar onam, yuragi tilloyim ustuzar onam. Munisim onam, mo'tabar onam, yana qachon o'ynaysiz onajon